Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz ustozlar, saytimiz foydalanuvchilari. Sizlarga saytimizga qo'shilgan yangi metodni foydalanishni videosini ko'rsatamiz. Buning uchun demak edugamis.uz saytimizga kiramiz va kirganda demak bu yerda mashq nomini kiritamiz. Misol uchun juft va toq guruhlarga juft va toq mavzusi bo'lsin raqamlar matematika darsida berilgan sonlarni juft va toq guruhlarga ajrating degan bir topshiriq bo'lsin. Xo'p, bu yerda bu guruhlarni xohlagancha qo'shishimiz mumkin. Bundan oldingi videomizda biz sizga ko'rsatib o'tganmiz. Ona tili darslarida foydalanishni ko'rsatib o'tganmiz. Xo'p, bu yerda juft guruhi bo'lsin. Juft. Xo'p, bu yerda toq guruhlarni kiritamiz va bu yerda demak guruhlar kelib chiqadi. Xo'p, juft guruhiga bundan oldingi mavzuyimizdagi so'zlarni o'chiramiz. Xo'p, juftga demak element qo'shish deyapmiz. Xo'p, juftga 4 bo'lsin, 6, 8 misol uchun. Endi toqqa 5 element qo'shish, 7 element qo'shish, 9 element qo'shish. Xo'p, mana guruhlarimizni kiritib oldik va guruhlarga kerakli sonlarni ham yozib oldik. Endi boshlash tugmasini bosamiz. Bosganimizda demak topshiriq berilgan sonlarni juft va toq guruhlarga ajrating degan bir ekranda yozuv chiqadi. Xo'p, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Juft va toq guruhlar kelib chiqyapti. Xo'p, demak bu yerda sonlarni demak ajratamiz. 4 juft, 6 juft, 9 demak toq, 5 toq, 7 ham toq bo'lsin, 8 juft bo'lsin. Tekshirish. Tekshirganimizda demak bu yerda to'g'ri 6 ta to'g'ri deyapti. Demak vazifa to'g'ri bajarildi. Qayta urinish bosganimizda bu yerda demak qayta urinish qilishimiz mumkin. Mana 9 ni juftga berganimizda, toqqa berganimizda turni tekshirish bosilganda demak bu yerda xato deyapti. 2 ta noto'g'ri deyapti. Ko'rib turganingizdek, xato bajarilganda nechtasi xato bajarilganligini ham ko'rsatadi. Demak joyiga qo'yilmaganlar deyapti. 4 tasini bajarilmaganligini ham ko'rishimiz mumkin. Qayta urinish qilish mumkin. Xo'p, bu yerdan boshqa mavzularni xohlagancha kiritishimiz mumkin. Bu yerda rasm ham qo'shishimiz mumkin.